O'tkazavering, o'tkazavering, o'tkazavering. Yaqinda sizga o'tkazish bo'yicha medal berishadi. Medal berishmaydi, lekin muhim ma'lumotdan quruq qolasiz. O'zbekistonda hozir yangi ixtiro e'lon qilindi. Bu soch o'stirish bo'yicha preparat birdek erkak va ayollarga to'g'ri keladi. Sochi to'kilayotgan, tez-tez to'kilayotgan erkak va ayollar shu preparatdan albatta iste'mol qiling, ishlating. Sochlaringizni qalinlashtiradi, jilolantiradi, baquvvat qiladi. Bu tepakal odamda ham sinab ko'rilgan, soch o'sishi kuzatilgan. Shohruxxonnikiga o'xshash qalin bo'lmasa ham baribir sochingiz qalinlashadi. Shuning uchun sochidan umidi uzilganlar bo'ladi, tepakal bo'lib qolganlar bo'ladi. Siz ham bir sinab ko'ring. Keyin sochi to'kilayotganlar bo'ladi. Kal bo'lishdan qo'rqayotgan erkaklar, siz ham oldindan shuni ishlating, oldindan. Keyin kech bo'lib o'tirmasin. O'zbekiston bo'yicha dastlabki bor. Bu tabiiy preparat sochingizni to'ktirmaydi, nabarot o'stiradi. Tushunarlimi? Shuning uchun erkak va ayollar, ayollarda kal bo'lish gormoni yo'q, erkaklarda bor, lekin baribir ayollarda sochi to'kilib siydaklashadi, maydalashadi. Sizga albatta kerak. Siz sochingiz bilan chiroylisiz, tushunarlimi? Ha, aytgancha bu sochga 6 soat surtib qo'yiladi. Haftada 2 marta ishlatiladi. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta like bosing. Bizni qaytib ko'rmasligingiz mumkin, shuning uchun sahifamizga a'zo bo'lib qo'ying.